Tak. Chek, o'rtoq, bekorchilik jonga tegdi. Pul topish kerak. Jigar endi ishimiz yo'q-ku, jigar. Ish topsang bo'ladi. Sen qanaqa ish topsang bo'ladi? Atrofga ishlasam bo'ladi, ferma, magazin shunaqa narsalar. Senchi? Men kecha ko'rib kelgandim bozorni. Do'kon arendaga berilayotgan ekan. Senda qancha pul bor? Menda hozircha kam, lekin borchilik Qancha? $100 bor. Endi ishlab pul topsak bo'ladi, lekin. Tak, men $100 ga arenda olsam, $900 ga mahsulot sotib olib sotsam bo'ladi. Demak, bo'ldi, hozircha kech bo'lib qoldi, ertaga qilsak bo'ladi. Uxlaylik. Bo'pchiga, uxlay. Ertaga davomini o'tiramiz. Jigar, yo'l ketdik. Ish topishimiz kerak, jigar. Ketdik. Bozor qattaylik, men yo'q. Bozor. Men esimda yo'q qattayligi. Ha, jigar. Yangi keluvdik-da. Men bilaman. Xaritani o'rganib chiqaman, jigar. Student bo'lamiz deb keluvdi-ya. To'letga chiqay, jigar, to'xtab. Bo'l tezlash. Mana. Bilas. Ovqatam yo'q. Ovqatam olish kerak, jigar. Ketdik. Jigar, bo'ldi boradi. Baland. Toza havo. Hop, yur, jigar, ishlashimiz kerak, jigar. Ketdik. Sen pulingni oldingmi, topdingmi uyda? Uyda ham bor, ozmuncha. Yonimda ham bor. Mana kosholigimda pul bor edi. Bo'ldi. Senda-chi? Yo'q, menda hammasi yonimda. Kosholigim olibman men. Sotib olishim kerak. Ichiga yo'q. Endi ko'chib keladigan. To'g'ri. Bo'ldi. Boraman, jigar. Ketdik. Bozorni ko'rsataymi, jigar, senga? Bozor mana shu tarafdami? Mana shu tarafda bo'lishi kerak, adashmasam. Yur. Ha, mana shu tarafdami? Shu tarafda bo'lish kerak edi. Mana shu tarafdami? Da. Ketdik. Bo'lib kuchayib ketamiz. Odamlar ham yo'q. Ertalabdan turdik-da biz. Hamma uxlayapti yoki bozorda. Bo'lishi ham mumkin. Bitta odam, bu ana bozor. Mana. Hamma bozorda. Ish joying qayerda sen? Men ish joyim fermaga boraman, fermadan. Voy. Gaplashib ko'rdingmi? Endi gaplashaman. Bo'ldi. Bersa kerak. Bo'ldi. Jigar, mana bozor. Sen o'zing ishlayverasan, men. Bo'ldi, xo'p, ketdim. Ishla. Uy. Brat, qandays? Ishga ham kelib qoldimmi? Bo'ldi. Yaxshi ham shu quloqchinimiz bor, bo'lmasa gaplasha olmaymiz, ha? Xullas, brat. Hamma pulimiz. Yo'q, hamma pulimiz o'zi. Xullas, men brat bilan kelishim kerak. Qochi bo'ldi. Jigar, men fermaga keldim. Juda ferma katta bo'lsa kerak desam, kichkina. Xo'p, bu yerda ishchi bor ekan. Hozir qo'yib turmay, men bitta arenda gaplashib olay. Ish haqqi. Brat, qanday yaxshimisiz? Brat, xullas, men bitta do'kon arendaga olmoqchiman. Bo'ldi, qancha vaqtga? Yo'q, hozir tutak. Qancha kun o'zim bitta kunga bo'ladimi, jigar? Jigar yetib qoladi. Tak, hozircha 1 kunligim beraman, brat. Xullas, olavering. Tak, pullarni qayerda mana hamma? Voy. $100 mana. Hamma ekan. Xo'p, jigar, men ish joyimga keldim. Assalomu alaykum. Sizda ishlamoqchi edim. Salom, ishlasangiz bo'ladi. Xo'p. Ish haqqi $50 ekan. Necha kundaga ishlasam bo'ladi? Albatta bo'ladi. Xo'p, xo'p, mana kerak narsalar bor ekan. Xo'p. Menimcha buni olish kerak. Mana narsalar nimaga qo'yib qo'ydi, brat? Jigar. No? Tak, brat, to'g'riladingizmi, sandiq bo'ldi. Qancha pul so'rashim kerak edimi? Tak. Bo'ldi, brat. Ketdim. Men do'konni oldim. Yo, xullas, mashina narsalarni oldim senga. Nima qo'yapman bular? Mahsulotim yo'q. Bratga kunga 1-2 marta ishlab bersak, ko'proq emasmi? Gaplashib ko'rish kerak. Ko'rish kerak. Tak. Brat, qanday? Voy, nima bu? Yehe. Tak, go'sht.
eshitib olsam, qimmatga tushib ketaman. Tak, bu Go'sht olmaymiz. Oddiy narsalardan, oddiylardan. Brat, короче, men sizga polizingizni hamma pshenichalarni olib berdim. Brat, mana shu tuxumlarni ekib bersam sal ko'proq bermaysizmi? Ha, albatta. Yaxshi qolardi. Bularni men buning ichiga solib qo'yaman. Hozircha menga kerak bo'lmaydi. Jigar, Esplash. bu narsa kechga olasan. Ha? Ovqat yeyishga bu narsa olasan. Hozir tayyorman bitta. Charchagim ketdi. O'ntasi 20, 200 dollar, 300 dollar, 500 dollar bo'lib ketdi. Nonni o'zi qancha bo'ladi? 20 ta oldim. O 20, 200 dollar, 700 dollar. Qochib turing, brat. 20 dollar olsa bundan bir 10 ta olsam. 700, 800, 900 dollar bo'lib ketdi hozir. Mana 20 dollar, 200 dollar. Jigar bankdan kredit olamiz o'zi. Transport bor. Yo'l uzoqligi bor. Olish kerak. To'g'ri, men bitta narsa hisoblayman. 200 dollar bo'ldi bu ham. Bu ham 200 dollar, 200. 600 dollar, 300 dollar, 900 dollar. Bratim. Xullas men bor pulimni ishlatdim. Bor puling qancha? Puling qolmadi. Tak, men bu yerni ekib qoldim. Olmaydim men bu brat. Davlat o'zi kecham bo'lib qoldi. Tak, materialni berdim. Brat, siz menga sandiq qo'ying. Brat, o'zi ishlaringiz bo'ldi. Ha, albatta. Rahmat. Terak. Buning uchidan sen pul olishing mumkin. Tak. Xullas. Brat 100 dollar, brat 100 dollar olaman. Xo'p, sen bugun juda ko'p ishlading. 100 dollar. Tak. Jigar, men o'zi uyga qaytaman. Tak. 10 dollardan oldim nonni. Demak 20 dollardan sotaman. Tak, o'sha kecha. Jigar, o'sha kecha. Oldinga chiqaymiz. Yo'q, hozir o'zim boraman. Tak, keyingisiga lablarga 30 dollar. Tak, 30 dollar. Keyin nima oldim men? Tarvuz 50 dollar ko'ramiz. Jigar, o'zim uyga keldim. 50 voy, nima bu? Tak. Xullas men keldim. Jigar, qattasan? Do'konda. Nima bu? Xullas qanaqadir meva. Qanaqadir mevaligim bilaman. Ular 30 dollardan sotamiz. Xullas ertalabgacha savdo bo'lib qolar degan umiddaman va sandiqni xullas qo'yib kelamiz. Jigar, do'konga chiqib Pulimni olib, u narsa olgan. Menda pul qolmadi-da, hammasini ishlatib bo'ldim. Bozorda tur, hozir buni o'g'limga sotaman. Kelyapman, oldinga chiqyapman. Uydan kelyapsanmi? Ha. Bo'ldi, oldinga chiqaman hozir. Men o'zi pastga tushib qoldim. Nega 5-etajdan kvartira olding? Hech qisiyotda endi nima qilamiz? Men avvalo bo'ldi. Xo'p, jigar, qattasan. Kelib bo'ldim men. Na, bo'ldi. Yur, bozorga borib keling. Yur. Nima olamiz? Go'sht olaylik, sabzavot olamiz. Go'sht qimmat ketgan. Qanaqa go'sht olamiz? Qaysi eng arzon? Eng arzoni nima? Baliq bor, tovuqning go'shti bor, qo'yonning go'shti bor. Tovuqni olamiz. Tovuq olamizmi? Yo, molni go'sht olamiz. Tovuq molniki 80. 80. Xo'p, menda bor pul. Tovuq olaylik. Tovuq. Jigar, menda 200 dollar bor. Bitadi. Bugun menga 100 dollar ber. Non, 2 ta non olamizmi? 2 ta non 20 dollar bo'ladi. Non 10 dollardan. Xullas bo'ldi. Non bilan go'sht yetadi hozircha. Ketdik. Jigar, sen yugurmayman, jigar charchadi. Pulini ber, men olib chiqaman. Hozir qanaqa? Yurma ishda. Nima olamiz? Qaysi go'sht olamiz? Tovuq
Molni go'shtini olish kerak ekan. Mol bitta olamizmi? Olaymi men? Ikkita ol, ikkita. Bitta 160 bo'lib ketadi. 160 ketadi. Tak, Bitta olaymi? bitta ol. Kartoshka olamiz. Kartoshka kerak emas u. Hozircha. Unda Non olaylik, ikkita non. non, baliq olamizmi? Hı? Baliq. $50 bo'lsa kerak baliq. Tak. Olamizmi? Ol. Qaysi biridan? Budan olamiz. Mana buni. Bittami? Ikkita olur. Ikkita $100 bo'lib ketadi. Qimmat bo'lib ketadi. Nechta $100 bo'ldi, jami. Jami $200 mi? Hı. Yetadi. Mana bitga sol. Mana bitga. Birat ketib qopdi-yu. Bo'ldi $200 bor. Sandiqqa mi? Sandiqqa solib ketib bo'ldi. Ketdik. Shigar bo'ldi 20 ming. Kashligimda ham pul qolgani yo'q. Hop, bu narsa qilamiz-da. Qorni ham ochyapti. Ketdik. Chegama ertaga yetib borsam kerak. Bu yerga ko'tarishim bo'lsa yetib boradi. Aytdim senga mashina olaylik deb. Qarzga olmoqchimisan? Mana non. Yeysan? Yo'q, non hozir uyga borib yeymiz. Bu tarafga o'taylik. Qormoch bo'ta. Uyga yetib olsak bo'ldi. Mana bitta baliq yeb ol yo'lda. Nonni. Uyga borib kelamiz. Suv olishni unutibmiz. Lekin pulim yo'q-da. Xo'p. Ertaga ishlab ana bunaqa qilamiz-da. Suv nimadan ichamiz? Nom nimadan u? Krandan. Sigaram to'xta. Sindirib yubordim. Yana bosib chiqadi. Yur, o'zi. Uyga keldik. Endi chiqish bor. Jigar. Sal ta'sir. Sal ikkalamizni ishimizga yaqinroq joydan. Pulimiz ko'paysin. Olamiz. Kredit olamiz jigar. Jigar. O'lmaymi jigar? Xullas men qonim unchalik och emas. Men go'sht o'zingga qol. Mollarga. Bir qancha qo'lga chiqish kerak. Voy. Xo'p, jigar qani ovqatlarni xolodilnikka solib qo'y, muzlatgichga. Ma, go'sht. Bitta non oldim men bitta. Siran ham shuni. Ma bitta baliq bilan bitta nonni qo'ydim, soldim. Shuncha. Kashlik. Xaltangiz qo'y. Mazza. Men to'ydi. Jigar mazza yo'q. Ketdik yotaylik. Jigar to'xtab to'lib chiqaman jigar. Hozir yo'lda ishimni bajarib qo'yaman jigar. Bo'l, men ham chiqib olishim kerak. Qo'lim qoldi. Ulasmi yotaman. Ozgincha o'tirsammikin. Streamer bo'lib ketamiz, kuchayib ketamiz biz ham qani. Mana shu eshikni buzib tashlaman mana bu yerga. Yotaylik. Jigarni oqlay yurmay ketdik. Yotaylik, ertaga ertaroq o'tirish kerak. Jigar yaxshi uxlab turdingmi jigar? Da. Ketdik jo'ra. Yana ishlashmaydi. O'rtoqjon ketdik. Ishlash kerak. To'xta. Tak, ketdik. Ketdim, eshikka ketaveraman. Xo'p, jigarman, o'zing yetib boraman. Yo'lni bilasanmi? Ha, o'rganib oldim. Tek. Jigar pastga tushibsan. Hop. Tik.
Voy. Kim aytdi mana shundan 5-qavatda olaylik deb? Nechinchi qavat o'zi u? 5-qavat ham bunaqa bo'lmaydi-da. Oldi aytdi bo'lsa kerak. Hozir hisoblaymiz pastga tushib. Birinchi pastga tushib olay, har doim birinchi pastga tushib olish kerak. Mana yo'llar kattaligini qara. Lekin bitta ham mashina yo'q. Mashinalarga nima bo'lgan bilmadim. Tagga bitta, 1, 2 tak. 5, 6, 7, 7-chi qavatda yashaganimizga. 7-chi? Da. Ya o'la. Tak, men do'konimda savdo bo'ldimikin ha? Bo'lgandir. Chiqar, men yangi ish qidirishim kerak. Bratim, qallis. Bunga arenda kiraymi? Da kerak, ishlaysanmi o'zi? Ha, bratam. Tak, men o'zi ko'ray boshqa pul. Chiqar, men anaqa yangi ish topmasam bo'lmaydi. Yo'q, ishim yo'q. Yo, bu qancha turadi? 500 dollarmi? Nima? Tak, assalomu alaykum. Men ishga ketaman, jigar. Tak, buni olib turib sirasi anaqa. O'stirib ketish kerak. 50 dollardan 20 ta qancha bo'ladi? 50 dollardan 20 tami? Bilmadim. 2000 dollarmi? Yo'q. 2000 dollar. Yo'q, 5000 dollar. 1000 dollar, Xorosh, bir kunda 1000 dollarmi? Yo'q, to'xta. Tak, bu 50 dollar. Bu qancha? Bu qancha? 300 dollar. Tak, 100, 350. Tak, 400 bu yerda. Bu yerda 500, 900. 1900 dollar qayerda ne? Hammasi Qarasam, men yangi ish topishimga bo'ldim. Bu kichkinagina joy. Xullas, men bratga 3-4 kunlik arendani berib berishim kerak edi. Aka, bu anaqa o'smabdi-yu bular. Endi nima qilamiz? Men bu yerda ishlashga keldim. Haqqi 50 dollar. Buni ishlab berganimga 50 dollar berasizmi? Yo'q, lekin bu juda kam-ku. Endi nima qilay endi sizni? 3 kunlik arenda oldik. Bo'ldi, 3 kun bemalol endi. Xullas. Ikkita. Bundan ham ikkita. Bundan ham ikkita. Jigar, ertaga yangi ish qilaman. Yo'q. O'zim ishim yo'q. Ikkita. Aka, mana keldim. Kerak bo'lgan narsalarni. Ular ketaveraman. Jigar, matak sanam do'kon ochishing kerak ekan shu. 50 dollar. Men 1,5 2000 ga yaqin pul topibman, 1900 dollar. Karl. Qanday buni men ham bilmayman. Tak, xullas. Tovuq go'sh 50, 200, 4 yo'q 100, 200, 400 bo'ladi. Xo'p, jigar, men bozorga borib bir-ikki narsalar olaman, jigar. Tak, Do'kon ochsammikan? 400 dollar. U ham zo'r atak. Ideya. Tak. Mana 200 dollar bo'lsa, mana Nega shaharni aylantirishim ekan? Lekin Quyonni go'shti qancha edi? Bu ham 50 dollarmi? Tak, bu ham 50 dollar. Buni ikkita oldim. Tak, xullas, bu yerda faqat mollik qoldi. Mollik esa 160 dollar turadi. Bitta 100talik, 60 dona bo'lsin. bu narsalarni qara. 7 dollar. Metroga chiqdi. 10 dollar. Ya, bu tualetlar yoqmadi. Uyimdagi tualetlarni o'tkazib. Tushunlar mana. Dalchi ketib chiqgan. Keyin endi bizga nima kerak? Metro poyezd qilgan ekan. Poyezd bormi? Poyezd kelgan. Bundan bir 20 tacha olsam. Tak. 400 dollar ya Karl. Jigar qarchi. Xullas sabzi sur. 188 dollarmi shunda?
To'g'ri 5 hissak olsak, 5 hissak olsak 56, yo'q 30. 5 hissak 40 dollar. Tak 5 hissak 40 dollar bo'lsa takmi, ko'rdingmi? Tak olmadan bir 20 ta olchi, 30 ta olamiz. Jigar qayerda ishlayapsiz? Bozordaman men. Bozor sentrda. Ha. Ko'cha bu yerlardan do'kon ochsam ekan deb. Ol bitta do'kon. Arendasiga pul berib turaymi bir 2 kunga? Qattiqmi? Yo'q, bu yerni narsa olmoqchiman yeyishga. O'zim olib boraman. Yo'q, o'zimcha yeyishga. Ko'cha bu yerni qanaqa? Xullas 40, 80. Buni pulini beradi boshqa. 80 bo'lsa 40. Bitta anaqa narsa sotib oldim. To'landa bu qancha bo'ladi? 400 dollar jalot. Jigar ishga chiqib kech bo'ldi. Yarim soat, 1 soatdan kech bo'ldi jigar. 300, 400, 700 dollar. Ya 700 dollarga chiqyapman men hozir. Menda pul yo'q. Endi bo'lmashim chiqdi jigar. Ertaga yangi biznes ochaman. Mototsikl. Mototsikl mashinani sotaman. Bo'ldi o'rtoq. Pul tikaman men ham. Jigar bo'ldi, uyga qaytaylik. Hozir hamma pulimni ishlatib ketishim kerak. Oldingmi bu narsa yegani? Hozir olaman o'zim. Tak, mamtga ketaman, men senga pul beray. Sen oldi. Bu yoqqa. Ket do'kondaman. Men. Mash pulaga yetgancha olaman. Ketdim men narsalarimni qo'yib kelay. Olgan narsalarimni. Bizga steak emas, tovuq go'shtini olsam. Tek. Tovuq go'shtini. Non. Xullas tarvuz olmoqmiz. Lablagim olmoqmiz. 100 dollar bo'ldi tak. Meva qanaqa meva edi bu? Xullas bergan. Jigar non 30 dollar. Yo'q, 10 dollar. Yo'q, non 30 dollar qo'shaman. Qani? Yo'q, bu yoqda uniki. Olman necha dollarga oldim? 20 dollar. Yetadi. 120 dollar bo'ldi tak. Bu yerga nima sabzi? Sabzi xullas 15 dollardan qilyapsiz. Nivera yeb ko'ramiz. Sabzi. Tek 100, 120, 15 120 dollar. Voy, xato qo'yib ketdim. Hozir mol go'shtini 150 dan sotamiz. O'zim 80 dan olganman. Jigar qattasan. Qo'ynikini 200 dan. Jigar o'zi yomg'ir yog'adi. Voy. Go'shti 200 dollar. Tek. Keyingisi bu yon. Qo'y go'shti 200 dollar. Qo'y go'shti 100 dollar. Ha, qo'y go'shti 200 dollar. Jigar bu. Sen nima qilmoqchisan? Odamlarni bankrot qilmoqchimisan? Hop jigar yur, qaytaylik. Yomg'ir yog'yapti. Hozir to'xtab tur. Men pulni ber shuni. Tak. Aytayotgan bo'lsa kerak. Harom. Yon go'shti. Mana shu go'shtga. Qo'y go'shti. Qaysi biri mana bu mol go'shti. Yana ikkitasi bor. Ularga qo'ymayman ishga. Ovqat qoldi. Ovqatlar.
Uni 100 dollardan qilamiz. Ovqatlanishim qiyin. Jigar yo'l. Hozir. Jigar bo'lsangchi yomonroq. Hozir. Yegan bu narsa olaymi? Ha? Bo'ldi. Voy, kartoshkani qo'ymabman. Qani qo'y go'sht. Hozir. Kichkina ko'p bo'ldi. Shu yerga tikchiga. Kartoshkani 15 dollar qilamiz uni ham. Xalqni o'ylash kerak, lekin go'shtda o'ylamaymiz. Alenda. Kuniga 3 kunligini berdim. Ketdik. Sen ham do'kon olasan? Yo'q. Bo'ldi. Ertaga daromadni olsam men ham pul qo'shaman-da. Bir anaqa. Ular qancha turadi? Ko'rdingmi? Yo'q. 2000 tursa kerak. 2000. Bitta arzonroq 1000 dollarga olsang bo'ldi, qolganlar. O'tkasan. Yoki boshqa. Hamma biznesni bitta qilgan yaxshi lekin bu ham zo'r narsa. O'sha qonima deb qolibdi yana. Nimalar olding o'zi yegan? Ikkita tovuq, ikkita non, ikkita anaqa yagdimi nima? Bir meva bor ekan. O'shanaqa oldim. Qanaqa meva? Anaqa qizil meva bor. Ha, 20 dollarlik. O'shani oldim. u lekin qorin to'ydirmaydi-da. Bundan yeb ko'ramiz. Tamini ko'ramiz. Kerak. Tamini ko'rish uchun oldim. Kel, chiqding jigarim. Menga so'rasang bo'ldi. Menga non bilan tovuqni ber, bo'ldi, qolgan o'zing yur. Non bilan tovuq ber, bo'ldi. Meva unchalik yemaymanmi? Tamini ko'r. Qo'lga yubordi to'g'ri. Qatta qo'l yuvarganimiz o'zi. Hojatxonada uyni qo'ydi, may hojatxonada. Bo'ldi. So'lsingani. Qani? Qani? Qatib? Yo'q. Ha, o'zigina dars ketgandir, mayli. Men qonim to'ydi, meva yeysanmi? Yo'q. Muzda tashlab qo'yaman. Meva ta'minlamaydi. Men yotaman. Hojat ketib qolayman. Bugun hojat chiqmayman. Balandda yashash. Bir yeri mazada hamma narsa to'g'ri. Svejiy o'ziblarni taqdim. Bo'ldi. Voy. Ketdik, yur, yotaylik. Shuna bu yerni sakasan. Bo'lasan, yot. Yotaylik. Yotaylik. Voy, yotaylik. Yotish kerak. Ichkari.